Haypajorlardan yana bitta yangi video chiqibdi, ko'ramiz. Assalomu alaykum jigarlar. Men shaxsan o'zim Vindior, ya'ni Vindior Esports klanining lideriman. Mana qo'limdagi bolalar, ya'ni Vindior Esports klanidagi bolalar hammasi o'ziga yarasha klanda rezultat qilib kelishyapti. Yo'lidan to'g'ri kelgan voda deysizlarmi, tam demni deysizlarmi, to'g'riga to'g'ri 2-2 любойni yanchib tashlashga tayyor. Barchalarga salom bo'ldi. Sizlar bilan RDR Phantom. Xullas gapni qisqa qilsak, biza Win klanini vizifini qabul qilgandik. Videodagi shart bo'yicha vizifga atvet kelishi 24 soat ichida bo'lishi kerak edi. Lekin mana oradan 3 kun ham o'tdi, atvet kelgani yo'q. Xullas Win klani o'zini balaborligini isbotlab qo'ydi. Win klani bizlar bilan o'ynashga aqli ham, duxi ham yetmaydi. Win klaniga juda ko'p klanlar atvet tashagan, hammasi vizifni qabul qilgan, lekin hech qaysi biriga atvet kelmagan ulardan. Shuning uchun biz o'zimizni vizifimizni taklif qilmoqchimiz boshqa klanlarga. Do'stona vizif kim biza bilan o'ynamoqchi bo'lsa, bemalol bizaga vizif tashlab video chiqaringlar, hammani vizifini qabul qilib, birma-bir o'ynab chiqamiz bo'ldi. Biza qayoqdagi Win klaniga o'xshab hype qilib, unaqa birovni orqasidan ko'tarilish niyatimiz yo'q. O'ziga dastoyning klanlar bo'lsa, hammasi bilan o'ynab chiqamiz. Barchalarga omad bo'ldi.